Chilonzor tumanida joylashgan ko'p qavatli uylardan birining yerto'lasida kiber bunker tashkil etilib, fuqarolar nomiga kredit va mikroqarzlar rasmiylashtirilib kelgan jinoiy guruh fosh etildi. Ular yurtimizdagi savdo platformalaridan birida o'zlarini mahsulot yetkazib beruvchi sifatida ro'yxatdan o'tkazishgan. Jinoiy guruh o'zlarining g'arazli maqsadini amalga oshirish uchun odamlarga go'yoki yutuqli o'yin g'olibi bo'lganliklari haqida yolg'on ma'lumot berib, ishonchga kirish orqali ularning nomiga kredit rasmiylashtirishgan. Mazkur ish bilan yaqindan tanishgan muxbirimiz mavzuni davom ettiradi. Assalomu alaykum. Bizda omadli mijoz aksiyasi bo'lib o'tdi va sizning raqamingizga chegirma e'lon qilindi. Agarda kimdir qo'ng'iroq qilib telefon raqamingiz baxtli raqamlar qatorida g'olib bo'lganini va ma'lum bir miqdordagi sovg'alar egasiga aylanganingizni aytsa, ishonishga biroz shoshmang. Chunki bepul pishloq faqat qopqonda bo'ladi. Necha yoshsiz? 19 yosh. Boshlig'imizning ayoli o'tirib o'sha o'rgatardilar. Sizlarga muammo bo'lmaydi dedilar-da. Men uni olmaganman. Ilgari ham 2 marotaba firibgarlik jinoyati uchun sudlangan bo'lsa-da, shu ishga qayta qo'l urgan shaxs bugun yana qonun oldida javob berishga majbur. Bir emas, 2 emas, balki bir necha o'nlab insonlarni birgina qo'ng'iroq bilan cho'p tushirishgan u va uning sheriklari. Ular mashhur bir kompaniyada mahsulot yetkazib beruvchi sifatida ro'yxatdan o'tganliklari uchun va fuqarolarga dastlab ularning ism familiyasi bilan murojaat qilishgani sababli hamyurtlarimizda deyarli shubhalanish bo'lmagan. Sizga birinchi marta qachon qo'ng'iroq bo'lgan va qo'ng'iroq qilgan shaxs o'zini kim deb tanishtirgan? 2025-yil 26 noyabr kuni 17:20 atrofi edi. Telefon bo'ldi, 55lik raqamdan. Ismini, sharifini tanishtirmadi. Sizga bonus bor, nasiya ilovasiga kirib ko'ring dedi. Kirib ko'rsam, bonus 800 ming so'm bonus degan yozuv chiqib turdi. Tasdiqlashni bosing bo'ldi, sizga dedi, maishiy texnika yetkazib beramiz. 3 kun ish kunida dedi. Sizdan pul olinmaydi, pul yechilmaydi, boshqa qilmaydi. Bonus tariqasida shunchaki uyingizga yetkazib beramiz dedi. Ha deb bosdim. Ma'lum bir platformadagi tasdiqlash tugmasi jabrlanuvchilar tomonidan bosilgach, pul firibgarlarning cho'ntagiga tushgan. Yetkazib berilishi kerak bo'lgan mahsulotlar esa osmonda ham, yerda ham yo'q. Faqatgina to'lanishi kerak bo'lgan kredit qayerdandir paydo bo'lib qolgan. Ikkinchi raqamimizda yana bir alohida 99lik raqam berdi. Ertasi kuni qarasam, shartnoma tasdiqlandi. Sizga 800 ming so'mlik maishiy texnika olgansiz, to'lov qiling. Bergan nomeriga ham qaytib tusha olmadim. Boshqa raqamdan qo'ng'iroq qilsam bir marta ko'tardi. O'zimni tanishtirib aytishim bilan o'chirdi telefon. Bo'ldi. U yana boshqa umuman tushib bo'lmadi. Bizga berilgan ma'lumotlarga ko'ra esa Chilonzorda tashkil etilgan kiber bunkerda 16 nafar operator faoliyat yuritgan. Ularning ko'pchiligi esa afsuski yoshlarni tashkil etadi. Oilaviy jihatdan ozgina yetishmovchilik muammo bo'lgani sababidan o'zim eplayman deb o'sha internet orqali topganman birinchi bor. Onlayn operatorlik 16 yoshdan boshlangan qizlar uchun deyilgan. O'tishgan menga gaplashasiz, bo'lib to'lashga sotsangiz bo'ladi. To'y texnika deyishgan. Nomer berishardi bizga. O'sha nomerlarga yutuq chiqqan, olasizmi yoki yo'qmi degan ma'noda telefon qilardim. O'sha gaplar shartnoma qilish kerak bo'lardi. Klientlar jalba qilib ko'p telefon qilavergandan keyin bo'shab ketganman. Endi esa voqeaning davomini xuddi o'sha jinoiy guruhda dastlab operatorlik, keyinchalik esa mahsulot yetkazib beruvchi sifatida ishlagan yigitdan eshitamiz. Birinchida kelgan vaqtim qo'limga qog'oz berishgan qanaqadir. O'shanda mijozda ism familiyasi, limiti va telefon raqami bo'lgan. Suhbat qilgan odam tushuntirganda, bir oyda 30 ta plan, o'sha 30 ta planni to'ldirasiz, 2 million stabilni oylikda ham olasiz. Bundan tashqari har bitta sotganingizga ham 30 ming so'mni olasiz degan. Faqatgina shu menga aytilgan tovarlarni chiqarganman, bo'ldi. O'zingizni do'stlaringizni ham bu yoqqa ishga taklif qilganmisiz? O'rtog'im taklif qilganman. O'rtog'im orqali ishga kelganman. Qo'ng'iroq tushardi menga. Zakazlar masalan yetib kelmagan yoki nimadir bo'lgan, o'shalarga javob berardim. 3 million bo'lgan oylik. Kuniga qancha qo'ng'iroq bo'lardi? 20 tacha, 30 tacha bo'lardi. Kanal bo'lgan, o'shandan ish topib kelganmiz. U Chilonzor tumanidagi 17-podvalda joylashgan. Oyligim boshida 3 million bo'lgan, keyin 4 million. Gumonlanuvchilar bilan bo'lgan suhbat davomida ularning barchasi go'yoki bu ishdan bexabar ekanliklarini ta'kidlashga urinishdi. Bu qanchalik haqiqatga yaqinligi esa hozircha bizga noma'lum. Aniq esa holat yuzasidan olib borilayotgan dastlabki tergov ma'lumotlariga ko'ra, ushbu guruh tomonidan 50 nafarga yaqin fuqaroning 200 million so'mdan ortiq mablag'lari noqonuniy yo'l bilan o'zlashtirilgan. Olib borilgan tezkor tadbirlar davomida 22
ikkita kompyuter jamlanmasi, bir nechta mobil telefonlar, sim kartalari, bank plastik kartalari hamda 2500 nafardan ortiq fuqarolarning to'liq qayd etilgan shaxsiy va moliyaviy ma'lumotlari ro'yxati ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirib olingan. Masalaning eng muhim tomoniga esa endi yetib keldik. Fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlari firibgarlarning qo'liga qayerdan yoki kim orqali tushib qolgan? Bu kompaniyani, ya'ni call center bizga ochib bergan, ya'ni tomonidan berilgan o'sha nomer. Kompaniyani ham, ya'ni nomerlarni ham call centerda ham o'sha ochib bergan, nomerlarni ham bizga berardilar. Mazkur guruhning tashkilotchisi protsessual tartibda ushlanib, unga nisbatan qamoqqa olish tartibidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan hamda Jinoyat kodeksining tegishli moddasi bilan ayblov e'lon qilingan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari davom etmoqda. Noma'lum platformadagi birgina tasdiqlash kodini bosishingiz yoki telefoningizga yuborilgan SMS xabarni kimgadir aytishingiz ortidan millionlab pullaringiz havoga uchishi yoxud nomingizga kattagina miqdordagi kredit rasmiylashtirilishi mumkin. Ogohlikni susaytirmang. Bu kun Sevinch Mardonova, Bekzodjon Zokirov, Toshkent viloyati.